Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerini kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibiyle alakadar en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanamsızlı qıtanlar ekranımız olsun. Xitay atalmış Cunhua milleti ortaq gavdisi eňini qayta ta'kidledi. Xitay rejimi növbətli Şərqi Türkistanda eçilayotgan siyasi kengaş yığınida atalmış Cunhua milleti ortaq gavdisi eňini mustahkamlashni alohida ta'kidlash orqali Şərqi Türkistanda davamlaşıyotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomli ijro qiladiganligiga ishorat qildi. Xitay Təşviqat Organı Tağrıtağ Toru'nun xabar qilishicha, atalmış Uyghur Abnum Rayonluq Partiya Komitetining sekretari Ma Shingruy 29 yanvar atalmış Uyghur Abnum Rayonluq Siyasi Kengash 13. növbətlik komiteti 2. yig'inining madaniyat san'at sohasi va axborot nashriyat sohasi birlashma gruppasining muzokara yig'iniga qatnashgan. Ma Shingruy yig'inda yillardan beri Sharq Turkistonda ijro qilib kelayotgan irqiy qirg'inchilik, assimilyatsiya, İslam ve Müslümanlarga qarshi turush terror siyosatining manbasini ta'kidlab, diqqatni yangi davrdagi partiyaning Şinjan'da idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirishga markazlashtirib, Cunhua millati o'rtaq gavdisi eňini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani ching ko'zlab, sistemalik planlab, muhim nuqtada bo'sish hosil qilib, Şinjanni madaniyat orqali oziqlantirishning sifati va unumini o'stirish kerak deb bildirilgan. Arqadan muzokara yig'iniga qatnashgan atalmış Uyghur Abnum Rayonluq Siyasi Kengashining qo'rchoq raisi Nurlan Abil Majimmo Ma Shingruy ta'kidlagan Xitoyning terror siyosatini qayta takrorlagan. Xitoy ishg'oliyat tarixidan boshlab Sharq Turkiston xalqini har xil bahonalar bilan bostirib kelgan bo'lib, yaqinqi yillardan buyon ochiq-oshkora holda atalmış Cunhua millati o'rtaq gavdisi eňini mustahkamlash, Cunhua madaniyatidan oziqlantirish nomi ostida irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda. Shuning bilan birga Xitoy madaniyatini majburiy tengish bilan birga Uyg'urlarning tarixini, madaniyatini burmalash, o'zgartish, yo'qotish planlarini texmi kuchaytirib ijro qilmoqda. Xitoy rejimi Uyg'urlarning milliy kimligini unuttirish, tarixini burmalash plani bo'yicha atalmış Şinjan muzeyining ko'lamini aslidagidan 3 hissəga yaqin kengaytib salgan. İkinci qarorliq Yangi saroyda atalmış Şinjan tarixiy madaniyat yodigarliklari ko'rgazmasi yangidan ta'sis qilingan. Mazkur ko'rgazmaga Sharq Turkistonning azaldan Xitoyning bir qismi ekanligidek burmalangan tarixni o'ttirg'a chiqarish maqsad qilingan 1500 dan ortiq atalmış madaniyat yodigarliklari qo'yilgan. Amerika Xitoy xakerlar to'rini palach holga tushirib qo'ydi. Amerika hukumati bir necha oylik harakat natijasida Amerikaning muhim ul aslahalarini nishon qilgan Xitoy xaker to'rini palach holga tushirib qo'ydi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika hukumati yaqinqi oylarda Amerikaning muhim ul aslahalarini nishon qilgan Xitoy xakerlar guruhining hujumiga qarshi turish harakatini boshlagan. Bu xakerlik guruhlari to'rg'a ulangan minglagan uskunalarga muvaffaqiyatli singib kirgan ekan. Bu ishdan xabari bor manbalarning Reuters agentligiga aytishicha, Amerika Adliya ministrligi va Federativ tekshirish idorasi qonunli huquqqa erishgandan keyin Xitoy xakerlarining harakatini yiroqdan kontrol qilish orqali xakerlar to'rini palach holatga tushirgan. Reuters agentligining bildirishicha, Biden hukumati to'r hujumi masalasiga borgan sari diqqat qilayotgan bo'lib, chet ellarning bu yil noyabrda o'tkaziladigan Amerika prezidentlik saylamiga buzg'unchilik qilishga urinishidan andisha qilgan. Bulardan sirt qaqti-suqti qilish yumshoq detali 2023-yili Amerika shirkatlariga ig'ir ziyon solgan. Xabarda qayd qilinishicha, yaqinqi mezgillardagi bir qator xakerlik harakatlariga Volt Typhoon Borne deb atalgan xakerlar guruhi boshchilik qilgan. Bexatarlik xodimlarining qarashicha, Xitoy xakerlarining alohida diqqat tortishidagi sabablardan biri Xitoy xakerlik guruhi g'arbdagi muhim davlatlarning muhim ul aslahalariga hujum qilishni maqsad qilgan texmi cho'ng harakatning bir qismi ekan. Ularning hujum nishoni asosan dengiz armiya porti, tor mulozimati bilan ta'minlovchi shirkatlar va suv elektr sistemasi qatorliq ul aslahalar ekan. Bu ishdan xabardor 3 kishining aytishicha, Volt Typhoon Borne xakerlik harakati 2023-yili mayda tunji qatim oshkorlangan. Ammo bu bir turkum xakerlar o'tgan yilning oxirida harakat doirasini kengaytirib, ishlatilgan qisman xakerlik texnikasini o'zgartgan. Xi Jinping Taliban hukumati bosh elchisi bilan ko'rishdi.
Xitoy rejimi raisi Shi Jinping 30 yanvar Taliban hukumati va boshqa bir qancha davlatdan kelgan bosh elchilarning davlat maktubini qabul qilgan bo'lib, bu Xitoyning tunji qatim Taliban hukumatini rasmiy e'tirof qilishi hisoblanadi ekan. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Shi Jinping Taliban hokimiyati ostidagi Afg'oniston Islom Amirligi hukumatining Xitoyda turishliq bosh elchilik vazifasiga tayinlangan Bilal Karimi, shundaqla Kuba, Pokiston va Iron qatorliq 38 davlatning bosh elchilarini Xalq saroyida rasmiy marosim orqali qabul qilgan. Bildirilishicha, Taliban bayonotchisi Zabihullah Mujohid seshanba kuni ijtimoiy taratquv supisi X'da o'tkazilgan faoliyatda biz ko'p qutbli dunyoda yashamoqdamiz degan. Orqadan Rossiya, Iron va boshqa davlatlarni Kabul bilan bo'lgan ikki taraflik tashqi ishlar munosabatini yaxshilashga o'xshash tadbirlarni qo'llanishga chaqirgan. Xinhua agentligining bu haqda xabar qilishicha, Shi Jinping yangi bosh elchilar bilan ko'rishganda Xitoyning barliq davlatlar bilan cho'nqur do'stlik va o'zaro manfaat yetkazadigan hamkorlik o'rnatishni xohlaydiganligini da'vo qilgan. Sobiq Afg'oniston hukumatining Arab Birlashma xalifaligida turishliq sobiq bosh elchisi Javid Ahmadning aytishicha, bu qatimli qabul qilish amaliyotda Xitoyning Taliban hukumatini rasmiy e'tirof qilishi hisoblanadi ekan. Javid Ahmad Amerika ovoziga signal aniq. Agar Taliban hukumatini e'tirof qilmasa, Xitoy raisi bosh elchini qabul qilmaydi. Uning ustiga Xitoy raisi Taliban bosh elchisiga boshqa davlatning bosh elchilariga o'xshash muomala qilgan bo'lib, bu aniqli e'tirof qilganlik degan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda xalqaroda Xitoydan boshqa hech qanday davlat Afg'oniston Islom Amirligini e'tirof qilmagan bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Taliban hukumatining BDTga vakil avatish talabini ko'p qatim rad qilgan. Amerika va boshqa g'arb ellarimi iqtisodiy va siyosiy jazo ijro qilgandan boshqa Taliban hukumatini e'tirof qilmagan. Yillardan beri Sharq Turkistonda masjidlarni chiqib, Qur'on ko'ydirib, terror siyosati ijro qilgan Xitoy 200limachilik bilan islom ellariga shundaqla hech qanday davlat e'tirof qilmagan Taliban hukumatiga yaxshichoq bo'lmoqda va bu orqali Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirishga urinmoqda. Hamas Isroiliya poytaxtiga raketa otdi. Hamasning qurolli qanoti Izzuddin al-Qassam brigadalari Isroiliyaning G'azzadagi qatliamlarga qaytirgan inkas sifatida poytaxt Tel Avivga raketa otganligini e'lon qildi. Turkiya ovozi radiosining xabarida qayd qilinishicha, Al-Qassam brigadalari Telegram adresida bayonot e'lon qilib, ishg'ol davlati Isroiliyaning fuqarolarni qirg'in qilayotganligiga inkas sifatida Tel Avivga raketalar bilan hujum qildik degan. Isroiliyaning 12-kanal televiziyasi Tel Avivning markazida ogohlantirish ovozi anglandi. G'azzadan Tel Aviv markaziga eng oz deganda 12 raketa etildi deb xabar qilgan. Xabarda raketalarning Timur qubba havo mudofaa sistemasi tarafidan to'silishi sababidan portlash ovozlarining anglanganligi qayd qilingan. Livandagi Hizbullahmo yaqinqi 24 soatda Isroiliya chegarasidagi harbiy nuqtalarga Ironda yasalgan boshqariladigan bomba va o'xshamagan qurollar bilan 13 qatim hujum qilgan. Isroiliya armiyasi Livan tarafdan kelgan hujumlarga javob qaytarish uchun Hizbullahning ba'zi nuqtalarini aeroplanlar bilan bombardimon qilganligini e'lon qilgan. Hozirga qadar Isroiliyaning G'azzaga qilgan hujumlarida eng oz deganda 11 ming kichik bola, 7500 ayol bo'lib, jami 26 mingdan ortiq falastinlik o'ldirilgan, 65 mingdan ortiq falastinlik yaralangan. O'rta Sharqdagi eng kuchli armiya Turkiya qurolli qismlari bo'ldi. Amerikaning yer shari o't kuchi to'r bekiti tarafidan elib berilgan tadqiqot natijasida O'rta Sharqdagi eng kuchli armiyalar baholandi. Yer shari o't kuchi to'r bekiti O'rta Sharqdagi har qaysi davlatlarning armiyalarini tadqiq qilib baholagan bo'lib, tadqiqotda davlatlarning texnikasi, harbiy qismlarining soni, moliya ahvoli, ashyo oburuti, yo'tkilishchanligi va jo'grafiyalik o'rni qatorliq 60 necha omil baholandi. Bununğa asaslanganda yer shari o't kuchi 2024 ning eng kuchli qo'shin tizimligida Turkiya qurolli qismlari dunyo bo'yicha 3-o'rinda, O'rta Sharqda 1-o'rinda turgan. O'rta Sharqdagi oldingi 10 davlatning rad tartibi tovandikicha: 1-Turkiya, 2-Iron, 3-Misr, 4-Isroiliya, 5-Saudiya Arabiston, 6-Iroq, 7-Arab Birlashma Xalifaligi, 8-Suriya, 9-Qatar, 10-Kuvayt. Hürmetli görürmenlerimiz, şunaqla bugünkü xabarlarımız bu şerde ahırlaştı. İnşallah ayetki programımızı görüşükçe aman boğayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.